Eldor Shomurodov, variantlar bor, lekin ofsaydga chiqib ketdi Ikromov. Mana topdi Odil Ahmedovni Shomurodov. Shomurodov o'zi ochiladi endi, tabiiyki. Rikoshet va 5-0. Har qanday gollar ko'rdik bugun. Mana avtogol ham kiritildi Singapur darvozasiga. 5-0 chiroyli hisob. Gollar nisbati ham zarar qilmaydi. Matematika bilan shug'ullanmayman dedim, lekin zarar qilmaydi. Odil Ahmedov sababchi bo'ldi mana shu avtogolga. Lekin bosh bilan to'pni 17-raqamdagi Irfan Fandi darvozaga yo'lladi. O'zi Irfan Fandi maydonga tushayotganda bu bo'ydor futbolchi, bosh bilan yaxshi o'ynaydi. Shuning uchun ikkinchi qavatda hushyor bo'lish kerak deb aytganim boshqa ma'noda edi. Odil Ahmedov o'ng qanotga mana Alijonov maydonga tushishi bilan faol kirishdi. Hujumlarga ofsayd yo'q. O'ynasa bo'ladi. Eldor to'xtatdi. Zarba! Gol! Va nihoyat Eldor Shomurodov. Zo'r Masharipov, Shomurodov bular hozir yaxshi formada. Endi bo'lajak raqiblarga ham bu yerda ofsayd yo'q, chunki pas singapurlik futbolchidan boryapti Hamdamovga. Mana. Hech qanday ofsayd yo'q. Texnikani ishga soldi Eldor. Va ko'rdi darvozabon qayerda turganini, ko'zini ochdi va yo'naltirdi aynan o'sha noqulay hududga.